Bizga ikkinchi mart kuni ikkinchi smenaga tushgan savol milliy sertifikatda 2026 ni 2025 darajasini ifodani 7 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyilgan. Biz mana bu bilan ishlaganimizda 2026 ni 2023 plus 3 deb olamiz. Chunki 2023 7 ga qoldiqsiz bo'linadi. Formula bo'yicha ochib chiqsam, oldidagi sonlar muhim emas, chunki ular hammasi 7 ga bo'linadi. Faqatgina 3 ni 2025-si muhim. Mana shu sonni 7 ga bo'lgandagi qoldiqni topishimiz kerak. Biz 3 ni darajalari bo'yicha ishlaymiz. 3 ni birinchi darajasi, ya'ni 3 soni 7 ga bo'lganda qoldiq 3 chiqadi. 3 ni kvadrati 9. 9 ni 7 ga bo'lganda 2. 3 ni 3-chi darajasi 27. 27 ni bo'lganimizda 7 ga qoldiq 6 bo'ladi. 3 ni 4-chisi 81. 81 ni bo'lganimizda 7 ga 4 qoldiq. 3 ni 5-chisi 5 qoldiq. 3 ni 6-chisi 1 qoldiq va qolgani takrorlanadi. Demak, 6 ta holat. 6 ta holatimiz bor. Mana 6 ta. Endi bizga muhim bo'lgani 2025 ni 6 ga bo'lamiz. Bizda 3 qoldiq qoldi. Demak, 3-chi daraja bilan ishlaymiz. 3 ni 3-chisi 6. Demak, mana shu sonni 7 ga bo'lgandagi qoldig'imiz javobi 6.